Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Isaxon Plaza va Mark. Bugungi videomizga xush kelibsiz obunachilar. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Minecraft o'yinida do'stlar, xullas men shaharga ko'chib keldim do'stlar. Tabriklashinglar mumkin. Mana bu shahar katta ekan. Juda ham katta shaharga ko'chib keldim. Qishloq bo'lmadi do'stlar, zerikdim qishloqdan. Xullas charchadim. Mana bu otam meniki. Yangi oldim $1000 ot. Xullas do'stlar, men bu shaharga bekor kelmadim. Men ish o'rganish uchun kamazchilik qilmoqchiman. Xullas men kamazga qiziqaman. Kamaz minishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun bugungi videomiz kamazchi hayot bo'ladi. Juda ham qiziqarli bo'lishi kerak. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, albatta videoga like bosinglar. Ketdik do'stlar. Xullas buni bu yerlardan qidirib ko'ramiz. Bu yerlardan tushunmadim. Komazmi? Hozir so'raymiz. Juda ham katta ko'p ekan, tushunmadim. Tak. O'ynashyapti shekilli, qochdik mayli. Bila o'ynashguncha do'stlar, videoim cho'zilib ketib qolishi mumkin-da. Xo'p, mana bu janobdan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum janob. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima gap aka? Yaxshimisan? Tinchmisan? Ishlar bo'lyaptimi? Ha, rahmat aka. Shu mana bu dom maligi mana bu kamaz narsaniki, anaga nima deydi? Mana kamaz xullas ishxonasi. Ha aka, mana kamaz ishxonasi. Xullas mana kirsang, narsalar aytmaysan. Bo'pti, men shoshilayotgandim. Xo'p, katta rahmat sizga. Xo'p. Xo'p do'stlar, mana bu o'shalarning bazasi bo'lishi kerak. Tak. Hozir men mana bu yerdan qidirib olay. Telefonim, uy hujjati, mashina hujjati, kaliti, buni ham mashinasiz berdi do'stlar. Tak. Juda yaxshi shinam ekan, yaxshi. Mana bu ikkinchi qavat bo'lsa kerak. Salom yigitlar. Salom. Kimsiz? Nima gap? Ishlar bo'lyaptimi? Kimsiz siz? Men xullas Mark ismli bir yigitman. Men shaharga yangi ko'chib keldim. Xullas mana sizlarni masalan tashqaridagi fora sizlarniki, sizlarning kompaniyangizdan. Ha, albatta bizning kompaniyadan. Xullas ichkari kiraylik, bo'g'iz tushib turadi u yog'ida. Xo'p, katta rahmat yigitlar sizlarga. Tak. Yomg'ir ham yog'ordimi? Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima gap aka? Yaxshimisan? Tinchmisan? Ishlar bo'lyapti? Nima gaplar? Mana bu yerga o'tirchi, baxo'rcha gaplashamiz. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom. Seni adashmasam Aleksi borda, kechagina telefon qilganda. Ha, albatta, qayerdan bildingiz? Kechagina telefon qilgandim aka. Mark emasmi? Mark deb tushuntirgandi. Ha, albatta Mark. Xullas mana bu men foraga qiziqaman. Mana bu fora sizlardan. Ha, albatta bizdan. Mayli, seni ishga olaveraman, faqat menga mashinangni hujjatini bersang va narsasini bersang, men senga o'sha kerakli mashinani kaliti va hujjatlarni beraman. Ertadan ishga chiqishing mumkin, buguncha dam. Ha, mayli, hozir mana sizga mashinamning hujjatini ko'rsataman. Tak, ko'ringchi bir. Yaxshi, tak. Hamma joyida. Yaxshi. Ha, bo'ldi, olaver. Rahmat. Biror joydan narsasi niddo joyi yo'q-a? Yo'q, hech qayerda niddo joyi yo'q. Unda mana bu kelsinga. Rahmat janob, men bunda ketdim. Ertadan ishga chiqsam bo'laveradi-da. Albatta, ertadan ishga chiqishing mumkin. Mayli, sog' bo'l, eshikni yopib ket. Xo'p bo'ladi janob, mayli. Do'stlar, mayli yigitlar, sizlarga ham omad, ishlarga rivoj. Mayli, ertaga ko'rishamiz janob Mark. Ha, mayli, janob deyish shart emas. Mark deb chaqirsanglar bo'ladi. Yoshimiz ham teng bo'lsa kerak. Bo'ldi. Mark, yaxshi yetib ol. Xo'p, mayli. Do'stlar, mana ishga ham olindik. Tok tushunmadim. Yomg'ir ham yog'ordi. Tezroq bo'lish kerak do'stlar. Lekin ertaga forumni ko'rsatib tamom. Yomg'ir juda ham tezlashdi. Do'stlar, xullas ertadan ishga chiqamiz. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Otim ham yomg'irda qoladigan bo'lgan mayli. Ertalab ovqatingni berarman. Tak. Videom tezlashgan Minecraft. Tak. Tiqilib qoldimmi? Yo'q.
bagam bo'lib turishi kerak. Xo'p, mayli do'stlar, ertalab chiroqni o'chirib qo'yib beramiz. Juda ham uyqum kelib qoldi. Ting, ting, ting. Ertalabdan kim telefon qilyapti? Tak. Allo, eshitaman. Allo, Mark, nima gap, yaxshimisan? Tinchmisan? Ishlab bo'lyapti. Men pochtachiman, kechagi odam. Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tezroq ishga kel, bunaqa bugungi zakaz chiqib qoldi. Xo'p, yaxshi, lekin juda ham og'ir tezlashdi. Mayli, tezroq kelaver, men mashinada borasan-ku. Xo'p, mayli. Bo'pti janob, endi hozir yetib borishga harakat qilaman. Xo'p, tezlash. Xo'p. Xo'p, do'stlar, xullas nonushtani hozir tez qilib olamiz. Tak. Menda arzimasida yig'ib qo'yaman. Ozgina pechennik olsam. Tak. Bu juda ham ko'p, do'stlar. Tezroq bo'lish kerak. Juda yana ko'payib ketib qoldi. Xo'p, tak. Bo'ldi. Yo'q, juda ham baglar ko'p bo'lyapti, do'stlar. Bo'lmaslar. 100 ta bo'ladi, do'stlar. Hozir tezgina yeb olamiz. Tak. O'zim juda qornim ketdi. Bo'ladi, do'stlar. Yomg'ir ham juda yog'di-da. Tinib qolsa bo'lmasin-da. Ish kuni ham yomg'ir yog'adimi? Hammayla ketdik, tezroq zakazni olishimiz kerak. Otam bu yerda o'lab yuraysin. Bu yerda savdogarlar ham ko'p ekan, do'stlar. Meni shaharga narsalar olish uchun kelganman, hammayla. Tak, tezroq bo'lish kerak. Yana juda ham yog'di. Salom yigitlar. Salom, Mark, yaxshimisan? Tuzumsan? Ishlab bo'lyaptimi? Keldingmi? Keldim. Ichkari kirsam bo'laydi. Bosh shu yerdami? Kiraver, tezroq bo'l. Seni kutyapti. Xo'p, mayli. Xo'p, tak. Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Uka, keldingmi? Bo'la qol, mana bu keldi senga. Tezroq ishga bor. Hozir ishchilarim senga narsa mazallar telefoniga lakasi qilib tashlab qo'yishadi. Bo'la qol. Xo'p, rahmat. Yigitlar, sizlar ana lokatsiyasini telefonimga tashlab qo'ysizlar, mana bu telefonimga. Mayli, telefon nomeringni ayt. 88lik 100 necha dirham bo'ldi. Bo'ldi do'stlar, nomerimni berib qo'ydim. Tak. Sekkingina kirib olamiz va sekin juda ham dahshatli ishlashdi. Do'stlar, har tomonga qarshi eshikni qulflab qo'ygan yaxshi. Nimaga desanglar, shamol bo'ron bo'lyapti. Tak. Ketdik, mashinani zavod qilamiz. Uyga qo'raydimi? Chiqib qoldi. Mana bu narsasi chiqib qoldi, do'stlar, bo'lmaslar. Ketdik va juda ham yaxshi ishlashibdi. Yuklarni hozir ortaman. Do'stlar, mana yuklarni orta olamiz. Shundan yomon bo'ron bo'lyapti-da. Mana sekkingina tezroq bo'lib uyga ketish kerak. Yaxshi, bugunlikka birinchi kunimdan zakaz kamroq ekan. Tak. Nimaga rol boshqarilmay qolyapti? Mana bu parda to'sib qolyapti-da. Tak. Yaxshi. O'tiramiz. Qana bo'ldi. Yaxshi yetib keldik. Endi yuklarni tezroq ana bu odamga berib qo'yish kerak. Xullas do'stlar, mana men o'sha zakazni ham o'lab, pulni ham bugunchalik janob juda ham ko'p berarkan. Bir stok oltin, bir stok izmurod berdi. Yaxshi. Endi ishni qulflab juda ham yog'dirkan. Mayli do'stlar, sizlar bilan men Isoqon Plaza Mark bo'ldim. Keyingi video tezroq chiqishi uchun kanalga obuna bo'linglar va albatta videoga like bosinglar. Bu kamashini birinchi qismiga, ikkinchi qismi tezroq chiqishi uchun kanalga obuna bo'linglar va albatta videoga like bosinglar. Sizlar bilan Isoqon Plaza Mark bo'ldi.